Muruntov koni namoyish etadi. Ishlab chiqarish texnik bo'limi. Bu ishlab chiqarish yuragi, taraqqiyot esa yangi g'oyalardan boshlanadi. Haqiqiy mutaxassis nafaqat ishlaydi, balki ish jarayonini yanada samarali qilish yo'lini ham izlaydi. Bugungi qahramonimiz yosh bo'lishiga qaramay, o'zining bilim va tashabbuslari bilan jamoada alohida o'rin egallab kelayotgan mutaxassislardan biri. Sadriddinov Oybek Maqsud o'g'li 2017-yili Navoiy davlat konchilik institutini tamomlagandan so'ng mehnat faoliyatini Muruntov konida boshlagan. Ilk mehnat yo'lini emulsiyali portlovchi moddalarni ishlab chiqarish va portlatish ishlarini olib borish sexining portlatish ishlari uchastkasida kon ishchisi va portlatuvchi sifatida boshladi. O'z mehnatiga bo'lgan mas'uliyati, intilishi va kasbiga bo'lgan qiziqishi orqali u qisqa vaqt ichida tajriba to'plab, jamoada hurmat qozondi. 2021-yildan buyon ishlab chiqarish texnik bo'limida kon ishlari bo'yicha muhandis sifatida samarali faoliyat yuritib kelmoqda. U ish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan bir nechta ratsionalizatorlik g'oyalari muallifi sifatida ham o'zini namoyon etgan. Bu esa uning nafaqat bilimli mutaxassis, balki yangicha fikrlaydigan tashabbuskor kadr ekanligini ko'rsatadi. Ishlab chiqarish texnik bo'limi bu aniq hisob-kitob, to'g'ri reja va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlaydigan muhim bo'g'in. Ana shunday yosh va iqtidorli mutaxassislar esa sohaning kelajagini belgilaydi. Muruntov koni: ishonch, shiddat, sabr.